Xotan qadimiy Ipak yo'lining janubiga joylashgan, Sharq bilan G'arbning madaniyat almashtirish va savdo-sotiq ishlaridagi muhim tugullarning biri bo'lib, bu yurtda tarixdan buyon qo'l hunarvanchilik, tibobatchilik, rassomlik alayda ro'naq tepish bilan birga naqshi musiqa san'atimi xalq turmushida o'zgacha o'rin tutib kelgan. Bu naqshlarda tog' daryo, bog'u bo'ston, qumliq makonlarning qaynoq hayoti ko'proq izhor qilingan. Xotan xalq naqshlarining shakli va mazmunidan qaraganda, bu naqshlar xalqimizning qabila, urug'toshlik madaniyatidan chorvachilik, yayloq madaniyatigacha, yezigilik, bo'stonlik madaniyatidan qal'a shaharlar madaniyatigacha bo'lgan uzoq jarayonlik tarixiy musofasini ro'shan aks ettirib bergan.